Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilikni o'ylantiradigan, lekin tushunishga sal qiynaladigan mavzuda bo'ladi. Ya'ni semirishda gormonlarning roli. Bu qanaqa tushuncha? Ko'p insonlar mendan so'rashadi, "Men semirib ketyapman, doktor, lekin men ko'p yemayman. Ozgina yesam ham negadir doim vес nabiratsiya qilaman, semirib boraman yoki bo'lmasam, men shuncha dieta qilsam ham 1 gram ham ozolmadim" deb shikoyat qilishadi. Shunda men aytamanki, har doim ham biz yeyotgan ovqatlarimizni kaloriyasiga bog'liq ravishda semirmaymiz. Kaloriya bizga doim ham ves beravermaydi. Bu yerda boshqa gormonlarning roli ham bor albatta. Chunki ba'zi bir gormonlarimiz bor, aynan vesga, odam vazniga ta'sir qiladigan gormonlar. Bular qaysilar? Bular insulin, leptin, qalqonsimon bez gormonlari hamda kortizol gormonlari. Ushbu gormonlar sizlarga tanish tuyulishi mumkin. Ular haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin ular qanaqa vazifa bajaradi, o'z organizm qayerda ishlab chiqariladi, nima ish qilib beradi, o'shalar haqida ozgina tushunchaga ega bo'lsanglar, sizlarda ozish jarayoninglar, o'zingizlarni ozishga bo'lgan yo'l, to'g'ri yo'l tanlashingizga bu ozgina turtki bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, men ushbu mavzuni bugun sizlarga yoritib beraman va gormonlar haqida qisqacha to'xtalib, sizlarga umumiy tushunchalar berib ketaman. Agar siz ushbu gormonlar haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lib, ozish yo'lini to'g'ri tanlasangiz, albatta natija bo'ladi. Buni endokrinolog sifatida sizlarga aniq ayta olaman, chunki bemorlarimda bu narsani juda ko'p marotaba sinaganman va shuni sizlarga tavsiya qilaman. Endi gormonlarga to'xtalib o'tamiz. Agar siz semirish, gormonlar buzilishi, metabolik buzilish, qandli diabet haqida ishonchli, to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Sizga yanada qiziqarli ma'lumotlar berishimiz uchun, tibbiy ma'lumotlarni ko'pchilikka, ommaga yoyishimiz uchun sizni ko'rsatayotgan aktivligingiz bizga juda ham muhim. Birinchi gormonimiz insulin gormoni. Insulin gormoni nima? Bu oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, u nafaqat glyukozani parchalash vazifasini, balki zaxira sifatida yog'larni to'plash vazifasini ham bajaradi. Chunki organizmda ortiqcha hosil bo'layotgan yog'lar qayergadir ketish kerak. Bu gormon shunga moslashganki, ularni zaxira sifatida omborga joylayveradi. Omborimiz qat. Bu qorin sohasi, qo'llar, yelkalar, oyoqlar va hokazo va hokazo, tananing turli qismlari. Tananing turli qismlariga zaxira sifatida yog'i to'playdi. Bu organizm shunaqa tuzilganki, har qanday og'ir holatlar uchun doim shay turadi. Ya'ni qachondir siz ovqat yemay och qolsangiz yoki bo'lmasam qanaqadir muddatlar bo'ladiki, organizm och bo'lib qoladi. O'sha paytda zaxiradagi yog'larni olib chiqib, energiyaga aylantirib ishlatish uchun zaxira sifatida to'playdi. Endi biz qachon bu gormonni ko'paytirib yoramiz? O'zimiz bilmagan holda organizmda biz ko'proq shirinlik yeb qo'ysak, fast food ko'p iste'mol qiladigan odamlarda hamda turli xildagi ichimliklarni ko'proq iste'mol qiladigan odamlarda, shirinlik ko'p iste'mol qiladigan odamlarda insulin miqdori ko'tarilib ketadi. Va bunda o'z-o'zidan bundagi haligi ikki mexanizm aktivlashib ketadi. Ham glyukoza ko'payib ketadi organizmda, ham zaxira sifatida yog' ko'payib ketadi. Bu kelajakda og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Endi insulin ko'p miqdorda ishlab chiqarildi. Bu qanaqa xavf tug'diradi? Yaxshi emasmi? Glyukozani parchalab tashlayapti-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Endi bizda nima bo'ladi? Zaxira sifatida yog' to'plandi, glyukoza ko'payib ketdi. Organizm ulgurmay qoladi. Chunki organizm ko'p miqdordagi insulinga moslashmagan. Endi ko'p miqdordagi insulin hujayralarga kelib, o'z vazifasini bajaraman degan paytda hujayralar kar va ko'r bo'lib qoladi. Insulinga bo'lgan sezuvchanligi yopiladi, bloklanadi. Bu odatda insulin rezistentlik deyiladi. Insulin rezistentlik yuzaga kelganda qonda insulin aylanib yuraveradi, miqdori ko'payib ketaveradi, lekin u hujayraning ichiga kirib o'zini vazifasini bajara olmaydi. Ya'ni bizda insulinli ko'r va kar holatda qonda juda ko'p miqdorda aylanib yurishi insulin rezistentlik deyiladi. Bu tahlillarda ham namoyon bo'ladi. Biz bemor tekshirganimizda tahlilda insulin miqdori juda ham keskin ko'tarilib ketganligi va ba'zi bemorlarda hatto glyukozani ham ko'tarilib ketganligi kuzatiladi. Tashqi tomondan bu paytda insonlar nimaga shikoyat qiladi? Bu organizm ichki holatini aytib o'tdim sizlarga. Tashqi tomondan odatda ishtaha ochilib ketganligiga shikoyat qilishadi. Chunki hujayralarimiz insulinni kirgizmayapti, u o'zining ishini bajara olmayapti, hujayralar och. Unga glyukoza kerak, ovqatlanish kerak. U talab qilishni boshlaydi. Ya'ni ochlik sentri ishga tushadi. Organizm ochligini bildirib, tezroq, ko'proq ovqat talab qilishni boshlaydi. Siz ovqatlar o'rtasida perikuslar qilishni boshlaysiz, tinmay xolodilnikni ochib titishni boshlaysiz, kechasi turib bir yegilaringiz kelib qoladi bir nimalar. O'sha paytda sizda organizm bunt ko'taryapti. Hujayralaring och, ovqat ber deb talab qilishni boshladi.
Biza bo'lsa bu yoqda ovqatni iste'mol qilishni ko'paytirib yubordingiz. Ya'ni o'z navbatida shirinliklar, boshqa turdagi ovqatlarni yeyapsiz, hammasi yog'ga aylanib zaxira sifatida to'planib yotibdi, lekin hujayraning ichiga glyukoza kira olmayapti, chunki rezistent, eshik yopiq. Endi bu holat yillar davomida, oylar davomida, bir necha yillar davomida takrorlansa, vazn ko'payib ketaveradi. Va bu holatda siz dieta qilsangiz ham, to'g'ri ovqatlansangiz ham yoki bo'lmasam qattiq jismoniy mashqlar bilan shug'ullansangiz ham vazn tashlamasligingiz mumkin. Sizda chunki insulin qonda baland turibdi. Endi bunaqa holatda nima qilishimiz kerak? Sizlarga qisqa tavsiya. Birinchi navbatda ovqatlanish ratsionimizni to'g'irlashimiz kerak. Ya'ni uglevodlarni, ya'ni tez hazm bo'luvchi uglevodlarni ratsionimizdan olib tashlashimiz kerak. Oq nonlar, shirinliklar, har xil turdagi ichimliklar hamda shirin soklarni ratsionimizdan olib tashlashga majburmiz. Insulin tushirishimiz kerak. Ovqatlaringizni ko'proq proteinlarga hamda kletchatkaga boy qiling. Shunda siz haligi uglevod o'rniga protein, kletchatka kirsa, ulardan yog' hosil bo'lishi u darajada glyukozaga nisbatan kamroq bo'ladi va shuni hisobiga biz to'g'ri ovqatlanishga avtomatik tarzda o'tamiz. Uchinchisi, harakatingizni ko'paytiring. Harakatni ko'payishi bu mushaklar harakatini oshishi bilan bizda zaxira sifatida to'planib turgan yog'larimiz parchalanadi, energiya sarflanadi. Energiya kerakmi organizmga? Haligi zaxiradagi etib o'tgan yog'larni parchalanaveradida, biz energiya hosil qilamiz. Ya'ni jismoniy harakat bizdan ortiqcha yog'larimizni eritib, energiyaga aylantirib beradi. Leptin bu to'qlik gormoni hisoblanadi. Leptin aslida yog' hujayralaridan ishlab chiqariladi va u to'qlikni his qildiruvchi, beruvchi, to'qlik hissini uyg'otuvchi gormon hisoblanadi. Endi organizmda yog'lar ko'payib borgan sari paradoks holati yuzaga keladi va leptinga sezuvchanlik pasayib boradi. Leptinni sezish pasaygandan keyin, "Hey, to'xta, to'yding" degan signal borgan sari kechikib kela boshlaydi. Chunki odatda to'qlik hissi ovqatdan keyin 20 minutdan keyin normada borsa, bizda leptin yaxshi ishlamagan paytlarda bu holat hatto yuz bermasligi mumkin. Qancha yesam ham to'ymayapman, men yeyveraman, to'yganligim bilmayman deydi ba'zi bemorlar. Ularda leptin yaxshi ishlamaydi. Ya'ni leptinga rezistent bo'lib qoladi organizm. Bunaqa holatda tez-tez qorin ochib qolishi, ovqatlar o'rtasida juda ko'p taom iste'mol qilish, ovqatlar o'rtasidagi doimiy og'izni tinmasligi va undan tashqari har bitta ovqat yeganingizda porsiyangiz hajmini ko'payib ketishi kuzatiladi. Chunki siz to'ymaganingizdan keyin men kam yedim shekil, organizm to'ymadi deb yana bir kosa emas 2-3 kosalab ovqat yeb qo'yishingiz mumkin. Odatda bu leptin yaxshi ishlamayotganini signali hisoblanadi. Leptinni yaxshilash uchun nima qilishimiz kerak? Leptinni yaxshilash uchun avvalambor birinchi o'rinda uyquni yaxshilashimiz kerak. Biza kechasi bilan yurib yeb chiqishni to'xtatishimiz kerak. Chunki uyqumiz 7-8 soatlik uyquni ta'minlab bermas ekanmiz, organizm uyg'oq bo'lar ekan, leptin shunchalik bloklanib turaveradi va bizda to'ydim degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun yarim kechasi uxlaydigan odamlar albatta yotishdan oldin narsa yeydi, qorni ochib qoladi. Shuning uchun siz qancha vaqtli yotsangiz, shuncha yaxshi uyquga, ertalab qancha vaqtli tursangiz, u ham shuncha yaxshi. Kun davomida sizga hamroh bo'ladi, yaxshi kayfiyat, boshqa holatlar. Shuning uchun leptinni bir normaga keltirishimiz uchun avvalambor uyquni yaxshilashimiz kerak ekan, ikkinchidan doimiy chaynash simptomimizni yo'qotishimiz kerak, snacklarni yo'qotishimiz kerak. Biz odatda kino ko'rib ham bir nima yeb o'tirishga, hattoki semchka chaqib o'tirishga o'rganib qolganmiz yoki bo'lmasam popkornlarmi, snacklar deganda odatda mana shu qo'shimcha narsalar, ovqatga qo'shimcha narsalar tushuniladi. Shu narsalarni albatta hammasini yo'qotishimiz kerak. Kerak emas, bular ortiqcha bizning leptinni chalg'itib qo'yadi. Undan keyin ultra qayta ishlangan mahsulotlarni ratsionimizdan olib tashlashimiz kerak. Ya'ni ximik sostavga ega bo'lgan, искусственный ravishda ishlab chiqarilgan, kartoshkaga o'xshatib qo'yilgan chipslarimiz yoki kireshkilarimiz yoki bo'lmasa har qanday jeleykalarimiz va shunga o'xshash turli xil qayta ishlangan mahsulotlarni ratsionimizdan olib tashlashimiz kerak. Keyingi gormonimiz kortizol gormoni. Kortizol gormoni stress gormoni bo'lgani uchun biz agar uyqusizlik holatida bo'lsak, doimiy stressda bo'lsak, charchoq holatida, vaqtida dam olmaydigan, bir necha soatlab ko'p ishlaydigan yoki hatto 24 soat ishlaydigan ba'zi insonlar bor, shunaqa ishlashadi, juda ko'p ishlashadi. Shunaqa insonlarda kortizol gormoni juda ham yuqori ishlab chiqariladi. Va bu o'z navbatida insulin ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va o'zi bilan birga insulinni ko'proq ishlab chiqaradi. Insulin yuqorida aytib o'tdim, yog'larni ko'paytiradi, ishtahani ochadi,
xuddi shu holatlar kortizolda ham yuzaga keladi. Chunki kortizol insulinni oshirgandan keyin avtomatik tarzda insulinni shikoyatlari qo'shiladi va stress bo'lgani uchun yana ham ishtaha ochilib ketib, yuqorida aytdim, stress bo'lgan payt shirinlikli yeydigan odamlar bor, har xil ovqat ko'p yeb qo'yadigan odamlar bor, kortizol ko'tarilganda, stressda. Ushbu holatlar hammasi yuzaga keladi. Va natijada energiyani yog'ga aylanishi kuzatiladi. Bizda aksincha bo'lish kerak edi, yog'larimizdan energiya hosil bo'lish kerak edi. Bu yerda o'sha teskari jarayon ishga tushib ketadi, ya'ni energiyamiz yog'larga aylanib ketib qoladi. Biz asabiylashganimizda qo'ldan bir ish kelmasdan bo'shashib o'tirib qoladigan holatga kelib qolamiz, chunki energiyamiz ketib qoladi. Shuning uchun ko'pchilik odamlar bunaqa payt aytishadiki, men ko'p yeb qo'yyapman, ko'p stressga tushyapman, lekin borgan sari semirib ketyapman deb shikoyat bildirishadi. Bu aslida insulin bilan kortizolni o'rtasidagi o'yin hisoblanadi. Shuning uchun ham bu o'yinga aralashib qolishni tavsiya qilmayman. Bu holatda albatta chiqib ketishimiz kerak, kortizolni normallashtirishimiz kerak. Qondagi kortizol normalniy bo'lgandan keyin o'z navbatida insulin normallashadi va hamma yuqoridagi shikoyatlar yo'qoladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun avvalambor kechasidagi uyquni ta'minlab berishimiz kerak. Kechasidagi uyqumiz 7-8 soat o'sha uyqu bo'lishi kerak, shart. Bundan tashqari sizni kun davomida stress holatlari atrofingizda ko'p bo'lsa, ya'ni ishxonangiz yoki muhit, oilaviy muhit, ishxonadagi muhit shunaqa stressli situatsiyalarga boy bo'lsa, siz o'zingizni himoyalashni o'rganishingiz kerak. Va stressni bu doimiy, har doimgi narsa deb qabul qilmasligingiz kerak. Chunki har bitta stressingizda kortizol spishka berib ko'tarilib chiqar ekan, sizdagi yuqoridagi o'zgarishlar hammasi albatta yuzaga keladi. Shuning uchun biza nafas mashqlari, siz jahlingiz chiqqan paytda ovqat yemang, nafas mashqlari bajaring. Toza havoga chiqib sayr qiling. Yoki bo'lmasa yaxshi ko'rgan musiqangizni eshiting yoki boshqa kayfiyatingizni ko'taradigan qanaqadir mashqlar bilan o'zingizni chalg'itishga o'rganing va stressni shunaqa yo'l bilan yengishga kirishing. Qalqonsimon bez gormonlari. Bu keyingi gormonimiz hisoblanadi. Bu qanday gormonlar? Bular aslida metabolizmni kuchaytiruvchi gormonlar hisoblanadi. Har bitta jarayonimizni, ya'ni ovqat hazm qilish jarayoni bo'ladimi, harakatimiz bo'ladimi, o'ylashimiz, teridan yog'lar ajralishi, ter ajralishi, har qanaqa jarayonimizni tezlashtiruvchi gormonlar hisoblanadi. Endi bu qalqonsimon bez gormonlarining normada yetishmasligi bizda odatda semirishga olib keladi. Ya'ni har bir jarayonni sekinlashib ketishiga olib keladi. Sekinlashgandan keyin tanada yog'lar to'planadi, ortiqcha tana vazni, shish, otyoqlar kuzatiladi va undan tashqari holsizlik, yotoqchilash, charchash, uyqusizlik, terining qurishi, hatto ich qotishi ham kuzatiladi. Shuning uchun qalqonsimon bez gormonlarini normada ushlash vazn uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, semirish bu ko'p yeyish, kam harakat qilish bilangina emas, balki gormonlarning buzilishi orqali kelib chiqadigan murakkab tizimdir. Agar siz vazn tashlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan o'zingiz xafa bo'lishni yoki o'zingizni ayblashni to'xtating, siz organizmingizni tushunishga harakat qiling. Agar kerak bo'lsa, endokrinologga murojaat qiling, gormonlaringizni tekshirtiring va shundan keyingina to'g'ri ratsion tuzing. Agar kerak bo'lsa, qanaqadir dori vositalari qo'shiladi vrach tomonidan sizni vazningizni normallashtirish uchun. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlarda savollaringizni yozib qoldiring va like tugmachasini bosib bizga obuna bo'lishni unutmang.